Havo yomon tez o'zgaryapti. Mana bulut edi, to'rtta qor tashadi. Mana tog' ko'rinyapti. Mana shu tog' ko'rinyapti. Dahshat. Pastlar ko'rinyapti tog'lar. Mana pastda. Kanatlardan endi pastga tushamiz. Tepaga chiqqandik. Hozir 2204 metrda bizlar. Eng yuqori nuqtasi mana bu 20 metr. Yana balandlikka chiqsak ana o'sha 2000 metr 24 metr bo'ladi. 2020. Mana havo sal bulut tarqadi. Mana pastda ko'rindi. Eng yuqori nuqtaga chiqamiz mana. Mana o'sha yana bulut bo'libdi, hozir yana yopilib ketadi. Qor ko'rinmay. Avtobus ham. 1 soat, yarim soat ishni o'zgarib bo'libdi. Qor yog'adi, birdan sizga oftob chiqadi. Dahshat ana, bulut kelyapti, shu mana tog' yo'q, yana kamayib yo'q bo'lib ko'rinib ketdi. Zo'r.